Barcha salom do'stlar, sizlar bilan Azizat. Bugungi videoda biz Minecraft'da survival qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. O'rtoqlarimiz mana shularni yasab oldik. Versakda kerakli narsalarni yasaymiz. Birinchi bo'lib kirga, keyin mana yasadik. Pastga tushamiz. Bo'ldi do'stlar, biz 40 ta tosh chopdik. Mana endi mana bu kirkani ham o'tib boramiz. Taxtalarni o'tibman. Boshqa usulda. Bo'ldi, o'tdik. Endi verstakda narsalar yasaymiz. Bo'ldi. Kirga, keyin qilich. Qilich ham hali kerak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa albatta like va obuna. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar 50 ta yo'q. Adashib ketdim o'zim. 8 ta yangi obunachi, 10 ta like yig'sa bu videoning ikkinchi qismini olamiz. Hammasam boshladik. Endi biz ovqat topamiz. Yo'q. Mana. Bitta do'l. Men ovqat topganimdan keyin videoni yo'qaman. Oldinda lekin shuncha ovqat bo'lsam ketdi. Bo'ldi do'stlar, biz ovqat topdik. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bitta cho'chqa go'shti, ikkita tovuq go'sht, keyin ana bu ortiqcha pat. Buni ham tashlavoramiz. Endi supni eritamiz. Ikkita yasaymiz. Tush qo'ydim, uzr. Pechka. Bo'ldi. Endi biz pishiramiz. Nima bilan pishirsak bo'ladi? Bizda taxta yo'q. Daraxt chopamiz. Daraxt chopgandan keyin videoni yo'qaman. Do'stlar, mana men chopdim 35 ta daraxt, 12 ta taxta. Yana ozgincha ovqat ham topdim. Buni betga qo'yamiz. Buni betga qo'yamiz. Endi esa hammasini ikkiga bo'lamiz. Taxtam edi 13 ta edi. To'plandi. Bo'ldi 6 ta munga. 6 ta munga. Pishgandan keyin sizlar bilan aloqaga chiqaman. Do'stlar, mana nima go'shtimni o'rab oldik desalar, kechqurun bo'ldi. Yana bir bor aytib o'taman. Mayli. Sizdan chiqib qoldi. Xolos. Buni oldim. Yetmay qopti. Ikkiga bo'ldim. Shuning uchun buni yo'q qilamiz va ikkiga bo'lamiz. Endi xolos 8 ta yangi obunachi, 10 ta like bo'lsa bu videoni ikkinchi qismi chiqadi. Shuning uchun like va obuna. Bo'ldi. Olamiz.
Xullas, kerak narsalarni Misrga otib yuboramiz. Ovqat yeyish kerak. Qo'ydi. Ovqat yeymiz. Buning uchun ham sekin to'layapti. Buni tashiymiz, buni tashiymiz. Çok karaymiz. Yana nima? Tekrar qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin bu pechkalarni ham sindiramiz. Endi esa biz nima qilsak bo'ladi? Ertalab o'zini kutamiz. Ertalab bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Endi do'stlar, zombi. Oyoq ko'rinayotgan bo'lsa o'rgimchak. Seni bo'ldi, menimcha ko'rganim. Shular. Ayna chiqibdi o'zini. Bo'ldi, yana kutamiz boshqatdan. Ko'rgan bo'lsanglar, ikkinchi qo'limda ovqat bor. Keyin zombi kelyapti, zombi. Yo, do'stlar, zombi. Bo'ldi, mana shunday o'tiramiz. Bir blok. Bo'lmasam kutamiz. Do'stlar, bugun 0-kun. Bo'lmasam video yoqqan bo'lsa, like va obuna. Yana bir bor aytdim. Bo'lmasam hali ertalab bo'lgani yo'q. Biz kutaverib zerikdik. Xullas, endi chidaymiz. Bo'lmasam do'stlar, ertalab bo'lyapti. Ertalab bo'lyapti. Menimcha sal ochildi. Kanalga yozsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa yoqdi deb yozinglar. Yoqmagan bo'lsa yoqmadi deb yozinglar. Bu ertalab bo'lyapti. Sakraymiz. Joyga qo'ydik. Endi qishloq topishga olg'a. Nimaga ovqatni ikkinchi qo'lingga olay desanglar, shunda oson bo'ladi. Hamma qilib yeyish mumkin. Yana mumkin. Shuncha vaqt nimaga video chiqarmadi desanglar, yoqmadi video chiqarish. Shuning uchun chiqara olmadim. Islomito bilan birga chiqarishim kerak edi. Lekin chiqara olmadim. Hali kravat ham qilganim yo'q. To'qqizta ovqat va 3ta tovuq go'shti. Do'stlar, lekin qishloq chiqqani yo'q bu o'rmonda. Mahmud betdan qishloq chiqadi deb o'ylagandim. Lekin hali chiqmayapti. Nimaga? Nimaga chiqmayapti? Bilmayman. Sizlar bilsanglar, kommentga yozinglar nimaga chiqmasligini. Nima bo'ldi? Do'stlar, hali
Qishloq topganim yo'q. Shu joyda video tugadi. Keyingi videolarda görüşmek üzere. Hayır.